ortiqcha tana vazni bilan yurgan insonlarda nima bo'ladi? Birinchi o'rinda qandli diabet xavfi oshadi, ya'ni insulin rezistentlik paydo bo'ladi va insonda qondagi qand to'qimalarga tushmay qoladi. Ikkinchi o'rinda qon tomir sistemasida yurakda o'zgarishlar kelib chiqadi, ya'ni yog' ko'p bo'lgan organizmda xolesterin ko'payib ketadi va qon tomirlar xolesterin hisobiga blyashkalar yig'ib qoladi, to'lib qoladi va o'tda yurak hujum xavfi bo'lishi, ya'ni infarkt bo'lishi, trombli paydo bo'lishi mumkin. Uchinchi o'rinda gormonal sistemada o'zgarishlar kelib chiqadi. Ayollarda bepushtlik kelib chiqishi mumkin, hayzi buzilishi kelib chiqishi mumkin, erta klimaks kelib chiqishi mumkin hamda tuxumdonlar polikistos kasalligi uchrashi mumkin. Bunga ham semizlik sabab bo'ladi. Suyak mushak sistemasidagi o'zgarishlar, hammani oyog'i og'rib qolishi, grijjalar paydo bo'lishi, koksartroz, artrit bular ham semizlik hisobiga kelib chiqadi va eng yomoni bu semizlik hisobiga kelib chiqadigan o'sma kasalliklari, har xil o'smalar, onkologik kasalliklar ham yog' to'qimalarni yaxshi ko'radi va aynan semiz organizmda kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun semizlikdan ehtiyot bo'lishimiz shart. Agarda siz aniq ozishni xohlasangiz, semizlikka sabab bo'layotgan narsani bilishingiz kerak. Buning uchun men oliy toifali Germaniya va Rossiya metodikalarini o'rganib kelgan endokrinolog sizlarni 10-iyun kuni bo'lib o'tadigan master klassimga taklif qilaman. Bu master klassda siz semizlik sabablarini, nima sababdan paydo bo'lganini, uni qanday qilib yengish mumkinligini, metabolizm o'zgarishlari nega sekinlashganini va ularni qanday qilib tezlashtirish mumkinligini, gormonal buzilishlar bor bo'lsa, ularni qanday qilib to'g'rilash mumkinligini va to'g'ri ovqatlangan holda sog'lom ozish haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Master klassda qatnashish uchun profilim shapkasidagi Telegram kanaliga obuna bo'ling.